Alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir men sizlarga Xemis administrator yoki dekanat tomonidan bloklab qo'yilganda, kirishga ruxsat cheklab qo'yilganda, siz qanday qilib Xemisga topshiriqlarni yuklashingizni va chaqiruv qog'ozi, o'qiyotganlik haqidagi ma'lumotnoma, dars jadvalini ko'rishda qanday qilib Xemisdan foydalanish haqida o'rgatib o'tmoqchiman. Buning uchun Xemisga kirib tekshirib ko'ramiz. Xemis ishlayotgan yoki bloklangan yoki ochiqligini. Mana student kirib olib, login parolimizni kiritib olamiz. Login parolimizni kiritib kirishni bosganimizdan keyin pastda quyidagicha yozuv chiqadi. Tizimga kirishingiz cheklangan deb chiqsa, sizda ham Google Play Marketga kirib olamiz. Play Marketni qidiruviga Xemis 2.0 deb yozib olamiz. Mana Xemis 2.0 va u programmani o'rnatamiz. Xemis 2.0 ni o'rnatamiz. Keyin uni ochish bosib ichiga kirganimizdan keyin hozir boshlashni bosib oliy ta'lim muassasasini tanlab olamiz. Kim qaysi universitetda o'qisa, o'sha oliy ta'lim muassasasini tanlab olishi mumkin. Men Qo'qon universitetida o'qiyman, shuning uchun menga Qo'qon universiteti kerak. Login joyiga bunga shaxsiy parolimni kiritib olaman. Ana ko'rganingizdek topshiriqlarga kirilgan. Xemisga bloklangan holatda ham kirib bo'layapti. Bu yerdan kerakli shartnomalarni, JP ballarni yoki chaqiruv qog'ozini nima kerak bo'lsa yuklab olishingiz mumkin. Quyida sizga ilova qildim. Xemis 2.0. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.